Guliston shahridagi tadbirkorlar va hunarmandlar markazida Sirdaryoda biznes qiling shiori ostida yirik hududlar aro sanoat yarmarkasi o'z ishini boshladi. Ko'rgazmada 160 ga yaqin mahalliy ishlab chiqaruvchilar qatnashdi. Sanoat yarmarka ochilishida viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Erkinjon Turdimov ishtirok etib, hududlar aro sanoat yarmarkasi viloyatimizning mahalliy sanoati salohiyatini ko'rsatish, xorijiy va mahalliy investorlar bilan hamkorlik kelishuvlari tuzish, korxonalar o'rtasida kooperatsiya aloqalarini kengaytirish va mahalliylashtirilgan mahsulotlarni ko'paytirishga, korxonalarimizda yangi ish o'rinlari yaratishga xizmat qilishini ta'kidladi. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan Sirdaryo viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha juda katta qaror va ushbu qarorga ilova sifatida juda katta dastur qabul qilingan edi. Mana shu dasturda alohida punktda Sirdaryoda biznes qiling shiori ostida mana shu Sirdaryoda biznes muhitini yaxshilash bo'yicha infratuzilmaga juda katta mablag'lar ajratildi. Shuningdek, sanoat ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish nuqtai nazaridan 1080 gektar yer qishloq xo'jaligi toifasidan sanoat toifasiga o'tkazib berilganligi ham men o'ylayman Sirdaryo viloyatida sanoatni rivojlantirishga bir muhim bir bosqich bo'ldi. Sirdaryo viloyatida o'ta bir qulay biznes muhit yaratilishiga katta turtki bo'ladi degan fikrdamiz. Viloyatimiz tadbirkorlariga, O'zbekiston tadbirkorlariga shu qutlug' minbardan turib alohida murojaat qilmoqchiman. Kim Sirdaryoda biznes qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, biz unga yelkadosh ekanligimizni alohida qayd etmoqchiman va hammani Sirdaryoda biznes qilishga chaqiraman. Yarmarkada kimyo sanoati, charm-poyabzal, to'qimachilik va ipakni qayta ishlash, avtomobilsozlik, qishloq xo'jaligi, qurilish materiallari, mebelsozlik va farmatsevtika sanoatida faoliyat yurituvchi korxonalar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etishdi. Korxonamiz bir yilda 18 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqaradi. Korxonamiz 300 dan oshiq mahsulot ishlab chiqaradi o'sha kabel simlar bo'yicha. Mana yarmarkaga keldik, viloyat elektrosetining boshqa o'zlariga kerak bo'ladigan izolyatsion simlar, shetellarni shartnoma qiladigan bo'ldi. Birja orqali ularga mahsulotimizni sotadigan bo'ldik. Respublika bo'yicha mahsulotimizni sotyapmiz. Bu galgi ko'rgazmada yirik va yangi tashkil etilgan import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalar ham o'z mahsulotlarini namoyish etishdi. Ushbu yarmarkada asosan 70 turdan ortiq mahsulotlarimizni namoyishga qo'yganmiz. Ushbu mahsulotlar hammasi qishloq xo'jaligi deysizmi, elektrotexnika sanoat deysizmi, hamma sanoat korxonalariga bemalol taqdim qilsak bo'ladi. Undan tashqari o'zimizning ichki korxonalar uchun ham bu mahsulotlar ishlab chiqarilib, ularga yetkazib berilyapti hozirgi kunda. Ushbu mahsulotlarning asosiy maqsadimiz importga bo'lgan talabni kamaytirishimiz kerak. O'sha maqsadda bu korxonalar uchun ichki imkoniyatdagi bar nasos qurilmalari deysizmi, energetika sohasidagi barcha ehtiyot qismlarni mahalliy sharoitda ishlab chiqarib, qiziquvchi bildirilgan korxonalarga taqdim qilyapmiz. Мы производим в Узбекистане качественные моторные масла. Это наше предприятие нацелено на замещение импорта и дать возможность доказать, что в Узбекистане возможно производить качественные продукции. Сегодня мы приехали на выставку поддержать местное производство, пообщаться с нашими партнерами, коллегами и дать возможность поднять наше узбекское производство и наши все возможности, которые мы можем. Yarmarka mahsulotlari bilan tanishishda mahalliy hokimliklar, tadbirkorlikni rivojlantirishga mas'ul rahbar va xodimlar, shuningdek viloyatimiz va qo'shni viloyatlarning vakillari ham ko'pchilikni tashkil etdi. Korxonalarning mahsulotlari xaridorga ko'rsatadigan qilib qo'yilgan. Albatta ko'rgazmadagi maqsad shu mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, ularning mahsulotlarini sotishni ko'paytirish. Menimcha bu maqsadni erishishga hamma sharoit yaratilgan. Mahalliy ishlab chiqaruvchilardan mahsulotlarni sotib olish bu albatta mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun katta motivatsiya. Startup loyihalarini ko'rdik. Bojxona tayyorlangan axborotlarni ko'rdik. Ham yosh, ham kichik o'rta biznes korxonalari ko'proq kelsa, ko'proq g'oya olib, ko'proq mahalliy mahsulotlarni import o'rnini bosadigan mahsulotlarni ishlab chiqarishga imkoniyatlari bor. Men o'ylaymanki, bu ko'rgazmaga kelgan har bir ishtirokchi o'z maqsadiga erishadi.
ishlaysiz. Viloyatimizda faoliyat ko'rsatayotgan xorijiy korxonalar vakillari ham mazkur ko'rgazmada faol ishtirok etishdi. Мы из Китая приехали, и сейчас это в Янкире начали наш первый проект по производству аккумулятора. Здесь хороший инвестиционный климат, и мы хотим продолжать работать здесь. Ushbu yirik tadbir Sirdaryo viloyati hokimligi, O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ko'magida o'tkazilmoqda. Tashkilotchilarning so'zlariga ko'ra, 2 kun davomida tashrif buyuruvchilar soni 3000 kishidan oshishi kutilmoqda. Ko'rgazma doirasida bugun va ertaga qator xorijiy va mahalliy hamkorlar o'rtasida shartnomalar imzolash marosimi hamda G2B, B2B formatidagi uchrashuv va muzokaralar o'tkaziladi. Yarmarka o'z ishini ertaga ham davom ettiradi.